Assalomu alaykum hammaga. Biz Xorazm viloyati Shovot tumani Yuqori Kirobdamiz. Ne'mat og'aning uyida. Uyimizdan gazdan отопление o'tirib berdik. Hozirgi kunda trendda o'tirgan aktivlagan kotyollarimizni qo'yib berdik. Uyimizda shu 12 to'chka bo'ldi. 8 yera batareya qo'yildi. Nasozlarimiz, kotyolimiz arkasida dinna-din bir to'chka edi, gazlari bilan birgalikda. Uyimiz hozir 100% samotok sistemada ishlab turibdi. Yoqib berganimizda bir yarim soat oldu. Batareyalarimiz 42-45 gradus berib turibdi. Bu yerga ketgan material o'zlarimizdan bo'ldi. 140 shtuk 500'lik batareyalarimizdan ishlatib berganmiz. 32'liklarimiz 40 metr, 25'ligimiz 70 metr, 20'lik 30 metr ishlatib berganmiz. Hamma turbalarimiz 2.5 stenkada. Morlarimiz 89'lik bo'ldi, 6 metr ishlatib berdik. Xudo qalasa ko'rib boraverasizlar. Bu yoqda aytilgan ishlarni ko'rsatib o'tamiz. Kanalimiz rivoji uchun like'larni bosib, kanalımıza obuna bo'lib qo'yinglar. Gaz отопление, ko'mir отопление ishlaymiz. Xorazm viloyati ham Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab. Shu og'aynilarga, donishmandlarga videoni tarqatib qo'yinglar. Xudo qalasa kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekran bilan qoldiramiz, bog'lanaverasizlar. Dalanimiz ularga berimize 18'den 2 yere qo'yib berdik. Batareyalarimiz aytib o'tgandim. 500'lik rossiyskiy granitlardan koyup latunning rezolarini qo'l büküp yonib ishlatib berganmiz. Shu har bir rezo yonib bükkan vaqtimizda uyning egasine her batareyada 20 ming so'm, 25 ming so'm garbid kislorodi, sima, azoto, bachonkasi uy egasine yordam bo'ladi. Aytib o'tgandek, batareyalarimiz alyumin batareya, samotok sistemada yaxshi ishlaydi. Shuning uchun ko'pincha alyuminda ishlaymiz. Bu birinchi batareyamiz. Dalanımıza 2 yere koyup berganmiz. Bu spalnilerimize 18'den katyoldan uzakroq yerlere 18'li, 17'lerdi, yaqin yerlerine 15'lerdi tashlab berganmiz. Bu yana bir spalnimiz, birimiz o'rtalikda ham kichkinaroq bo'lgani uchun 15'lerdi birini tashlab berdik. Bu katyolning yonidagi birinchi batareyamiz, birimizda ham 15'lerdi birini tashlab berdik. Videoni ko'p cho'zib o'tiribmiz. Uyimizda ham remont ishlari ketib turgani uchun. Bu uyimizda hamma material o'zlarimizdan bo'ldi. 25 million so'm pul chiqdi. Ustaqisi, katyola materiallari, hamma narsasi o'zlarimizdan bo'ldi. Siz ko'rib boraverasizlar, xudo qalasa. Shu aytib o'tgandek, Xorazm viloyati ham Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab gaz отопление, ko'mir отопление ishlarini atamiz. Shu kanalimiz rivoji uchun like'larni bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib qo'yinglar. Savollar bo'lsa berib, xudo qalasa qo'ldan kelgancha hammasini javob berib o'tishga harakat etamiz. Hammaga rahmat.